Do'stlar, Telegram kanalimizda katta konkurs bo'lyapti. Konkursda siz YouTube bilan bog'liq 10 ta sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Ishtirok etish esa juda ham oddiy. Bu uchun video ostidagi Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va o'sha kanalga biriktirilgan postga o'tib, qatnashish tugmasini bosasiz va tamom. Hoziroq o'ting va konkursda ishtirok eting. YouTube imkoniyatlar platformasi. Har kuni millionlab youtuberlar video yuklashadi, ammo YouTube'da haqiqiy muvaffaqiyatga faqat tayyor bo'lganlargina erishadi. Bugun men sizga YouTube'da rivojlanish uchun amal qilishingiz kerak bo'lgan 48 ta oltin qoidani taqdim etaman. Har bir qoida sizni bir qadam oldinga siljitadi. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Rejasiz kanal mag'lubiyatning boshlanishi. Ko'pchilik kanal ochadi, lekin nima haqida kontent qilishni bilmaydi. Siz avval yo'nalishingizni va auditoriyangiz kimligini aniqlab oling. Tomoshabinning sabri 5 soniya. Videoni qanday boshlasangiz, shunday davom etadi. Salom do'stlar deb boshlash zamondan qolgan. Odamlarni qiziqtiring, savol bering, qiziqarli voqealar ayting. Har bir video maqsad bilan chiqsin. Video tayyorlashdan avval o'zingizga savol bering. Bu kontent evaziga nima olaman? E'tibormi, ishonchmi yoki daromad? Har bir video biror natijaga xizmat qilsin. Oddiy montaj, oddiy natija. Zamon o'zgardi, sekin, zerikarli. Montajsiz video odamni ushlab tura olmaydi. E'tibor bu eng katta boylik. Dastlabki 100 ta video sizning YouTube universitetingiz. YouTube'da birinchi videolarda katta natija kutmang. Bu davr o'rganish uchun qanchalik ko'p video tayyorlasangiz, shunchalik o'sasiz. Sarlavha va preview marketing vositasi. Tomoshabinni video emas, avval nom va rasm qiziqtiradi. Ular e'tiborini tortmasa, eng yaxshi kontent ham ko'rilmaydi. Foydali maslahat emas, voqea esda qoladi. Quruq maslahatni hech kim eslab qolmaydi. Odamlar voqeani eslaydi. Ayniqsa unda hissiyot bo'lsa, biror fikr aytmoqchimisiz, uni hikoya qilib yetkazing. Daromad tasodifan kelmaydi. Foyda kontentdan emas, uni qanday yo'naltirgandan keladi. Har video orqasida monetizatsiya rejasi bo'lsin. Kuchli kanal bu jamoaviy mehnat natijasi. Hammasini o'zingiz qilishga urinmang. Birinchi bosqichdan keyin jamoa bilan ishlash vaqtni tejaydi, sifatni oshiradi va daromadni ko'paytiradi. Statistika eng yaxshi ustoz. YouTube studiyada hamma javob bor. Kim qancha ko'rdi, qayerda chiqib ketdi, bularni his qilish shart emas, ko'rib tahlil qilish kerak. YouTube'da men emas, ular ishlaydi. Odamlar sizga emas, o'ziga kerakli narsani izlaydi. Videolaringiz birinchi o'rinda o'zingizga emas, odamlarga qiziq bo'lsin. Sifat miqdordan keyin keladi. Dastlab tez-tez videolar chiqaring, keyin sifatni oshirasiz. Avval tajriba orttiring, keyin professional bo'lasiz. Tahlil statistikada, muammo kommentda. Odamlar nima yozyapti, nima so'rayapti, barchasini o'qing. Ajoyib g'oyalar, takliflar, kamchiliklar aynan u yerda. Mavzu o'zgarsa, tomoshabin yo'qoladi. Bir yo'nalishda ishlasangiz, ishonch hosil bo'ladi. Har xil mavzuga sakrash auditoriyani adashtiradi. Mashhurlik kutilmaydi, quriladi. Bitta video bilan mashhur bo'lish orzusi ko'pchilikda bor, ammo real o'sish asta-sekin barqaror ishlovchilarga nasib qiladi. Obunachilar soni emas, faolligi muhim. Raqam ortidan quvmang. Haqiqiy auditoriya qurishga harakat qiling. Shortsga suyanmang. Shorts vaqtinchalik natija beradi. Kanal barqaror bo'lishi uchun asosiy tayanch uzun videolarda. Ovoz sifati ko'rishdan muhimroq. Rasm sifatini kechirishadi, lekin sifatsiz ovozdan chiqib ketishadi. Mikrofon eng birinchi investitsiya. 4-5 soniyada kadr almashtiring. Bir joyda uzoq turib qolmang. Har 4-5 soniyada kadrlarni, rakursni yoki vizualni yangilang. Reklama qilishdan oldin ishonch quring. To'g'ridan to'g'ri sotmang. Avval foyda bering, keyin mahsulotni eslating. Yangilik qilishdan qo'rqmang. Agar kanal to'xtab qolsa, yo'nalishni o'zgartirib ko'ring, ammo bu o'zingizga zarar bo'lmasin. YouTube bu o'yin. Qoidalarni inkor qilmang, shunchaki qabul qiling va foydalaning. Muvaffaqiyatni takrorlang. YouTube'da algoritm takrorni yoqtiradi. Sinovdan o'tgan format, g'oya va sarlavhalardan takroran foydalaning. Har bir video tomoshabin bilan suhbat. Faqat gapirmang, ularning savolini oldindan sezing va javob bering. Videolarni dialog sifatida tayyorlang. Tanaffus rivojlanish dushmani. YouTube sizni yangi videolaringiz bilan eslab turadi. Siz to'xtasangiz, boshqa bir kishi joyingizni egallaydi. Hazil eng kuchli retention. Bitta kulguli so'z odamni bir necha daqiqa ushlab turishi mumkin. Odamlar eshitmaydi, ko'radi.
Faqat gapirmang, ko'rsating. Kadr va grafikalar gapdan kuchliroq. O'xshatish kuchliroq esda qoladi. Gaplarni chiroyli misolda ayting. Tomoshabin uni eslab qoladi. Sarlavha bu va'da. Sarlavhaga mos kontent bering. Aks holda ishonch ketadi. YouTube bu sizning biznesingiz. Har bir video bu reklama, mahsulot, mijoz jalb qiluvchi vosita. Undan to'liq foydalaning. Aniq yo'nalish tanlang. Bir mavzuni chuqur egallang. Universal bo'lishga urinmang. Trendlarni kuzating. Nima mashhur, nima rivojlanmoqda? Doim xabardor bo'ling. Vaqtni qadrlang. Videolaringizda keraksiz gaplardan foydalanmang. Doim o'rganing. YouTube platformasi doim o'zgaradi. Siz ham moslashing. Har videoda call to actiondan foydalaning. Tomoshabinni like, izoh, obuna bo'lishga harakatga chaqiring. Samimiy bo'ling. Tomoshabinlar soxta obrazni his qilishadi. Odamlar kutgan kontent tayyorlang. Videolaringiz qiziqligidan tomoshabinlar keyingi qismlarni kutsin. Kanal brendini yarating. Alohida logo, ranglar va dizayn uslubingiz bo'lsin. Jarayondan zavqlaning. Agar qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqsa, tomoshabin ham buni sezadi. Siz tadbirkor yoki o'z sohangizning mutaxassisi bo'lsangiz, lekin YouTube kanalingizni rivojlantirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Biz jamoamiz bilan hozirda 10 dan ortiq YouTube kanallarini yuritib kelyapmiz va bu borada sizga ham yordam berishimiz mumkin. Biz sizning kanalingiz uchun 1 oylik kontent rejasi tuzamiz, ssenariy yozamiz, videolaringizni montaj qilamiz, dizayn tayyorlaymiz. YouTube uchun to'liq optimizatsiya qilib, videoni YouTube ga joylaymiz. Siz faqat videoga tushib bersangiz bas, qolganini o'zimiz bajaramiz. Agar bizning prodyuserlik xizmatimizga qiziqsangiz, hoziroq video ostidagi Telegram profilga YouTube so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Kamtarlik qiling, lekin kuchingizni yashirmang. Samarali gapiring, keragida isbot bering. O'zingizni emas, tajribangizni ko'rsating. Tomoshabin siz emas, sizdagi foydani izlaydi. Bitta fikr, bitta video. Har videoga bir g'oya yetarli. Ortiqcha yuk auditoriyani charchatadi. Sarlavhada sonlardan foydalaning. 10 ta xatolik, 5 ta sabab, 100 ta fakt. Bu gaplar miyaning e'tiborini tortadi. Raqam tartib beradi va aniqlik yaratadi. Kanal ko'rinishi sizning yuzingiz. Odamlar birinchi taassurotni eslab qolishadi. Kanal banner avatarkasini professional holatga keltiring. Raqiblardan ilhomlaning, g'oyani o'g'irlamang, yondashuvni o'rgansangiz bo'ldi. Shorts g'oyalar uchun laboratoriya. Shortsda ishlagan mavzu katta ehtimol bilan uzun videoda ham ishlaydi. Sarmoya qilishdan qo'rqmang. YouTube bu biznes. Har bir biznesga sarmoya kerak. Vaqt va pulingizni to'g'ri xizmatlarga sarflasangiz, natijaga ertaroq erishasiz. YouTube'da kuch davomiylikda. YouTube bu marafon, barqarorlik sizning eng kuchli strategiyangiz. Mana endi sizda YouTube'da muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'ladigan 48 ta oltin qoida mavjud. Endi navbat sizda. Harakatni boshlang, mashq qiling va eng muhimi, jarayondan zavqlaning. Videomiz shulardan iborat edi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.